Toki biz oddiy narsalarda rahmat aytishni bilmas ekanmiz, oddiy narsalardan xursand bo'lishni, oddiy narsada shukrona keltirishni bilmas ekanmiz, bizga dunyolarni bersin Allohim, biz shukr qilishni bilmaymiz. Biz o'shanda ham kamchilik topamiz. O'shanda ham bizga nimadir kamlik qiladi. O'shanda ham biz bu bir kam dunyo deymiz. Aslida dunyo bir kam emas, bu qalb bir kam bo'ladi. Qalbingizki bir kam bo'ldi, o'shanda siz bilasizmi, hamma narsani aybdor deb bilasiz. Hamma narsa yomon deb bilasiz. Chunki bir kamlik ichingizda. Aslida dunyo bir kam emas, dunyo to'liq, dunyo go'zal, dunyo havosi bilan, suvi bilan, ne'matlari bilan, mevasi bilan, sabzavotlari bilan, sizga rizqi bilan yedirib, to'yintirib turgan olami bilan sizga Alloh allaqachon sevgisini har kuni izhor qilyapti. Lekin qalb ko'r bo'lsa agar, o'sha sevgini ko'ra olmaydi. Va tabiiyki ko'p narsada baxt, mol dunyoda, baxt deylik, mashinam bo'lsa, uyim bo'lsa, o'shanda men baxtli bo'laman deb o'ylaydi. Lekin eng katta xato shunda. Baxt toki ichkarida bo'lmasa, tashqarida uni hech qachon, hech qanaqa pulga topa olmaysan.